senga foydali bo'lgan narsalarga intilgin. Allohdan yordam so'ragin, ojiz qolmagin. Undoq qilganimda unday bo'lardi, bundoq qilganimda bunday bo'lardi demagin. Balki bu bo'lgandan keyin shu ish. Bu Allohning taqdiri, Alloh o'zini xohlaganini qildi deb qo'ygan. Bo'ldi, qalbing xotirjam. Bo'ldi, qalbing xotirjam. Alloh bandasiga taqdir qilgan narsa banda uchun yaxshilikdir. U taqdir sizning nazaringizda yaxshiga o'xshayaptimi, yomonga o'xshayaptimi farqi yo'q. Sizga shu narsa taqdir qilindimi, shu narsa sizga yaxshi. Tushunyapsizmi? Sizning ustingizda qanaqa taqdir bo'lgan bo'lsa, bu yaxshilik siz uchun. O'shuning uchun alhamdulillahi robbil alamin deng. Demasangiz ham shu holat, desangiz ham shu holat. Alloh senga taqdir qilgan narsa, birodar, albatta yaxshilik bo'ladi. Shunday bo'ldimi? Demak, shunda bitta yaxshilik bor. Yillar o'tgandan keyin ko'rasan, o'shunga uylanmaganing to'g'ri bo'lgan ekan. Tahqiq Alloh azza va jalla bir mo'min bandaga musibatni taqdir qiladi, mo'min xafa bo'ladi. Lekin mana shu musibatning orqasida qancha bir yaxshiliklar borligini va qancha yomonliklardan to'silishligini bilmaydi-da.